Assalomu alaykum aziz qatnashchilar. Mana biz Balandchaqirdagi Lolazorga kelganmiz. Juda ham ajoyib. Azizlar, mana eng yuqoriga chiqdik qirga. Qolgan mashinalar mana pastda qoldi. Chiqib keldik bir balaqab. Juda ham ajoyib manzara. Umiddan dosh keladi. Ikkita mana to'xtattirgan. O'chuni. Mallayla. Ular berun. Yurib yorsin mal o'tirsin. Chaqab kelsinlar yonimizda. Mana. Ye. O anolar. G'azab shirani qo'yarsan. 100 grammdan saqlanadi. Qo'ldan taroz bo'lib ketgan. Братишка, хматишка. Azza. Mazza qiladi. Do'stlar, mana Balandchaqirda eng baland cho'qqisiga kelganmiz. Qiradirlarning eng baland cho'qqisi. Yuqoridamiz. Ana yoqda uylar, xonadonlar joylashgan. Juda ham zo'r joy. Yakka yolg'iz o'zim chiqdim. Yoqda pastda bizlar qolishgan. Balandchaqirga kelganlaringda zapravkada chapda va o'ngda qirlar bor. O'sha chap tomonga chiqamiz. Lolazorga kelsak, bu yerlarda lola yo'q, lekin Lolazorga ham tushdik. Lolazorimizni ko'rsatib o'taman. Shu to'g'rida uylarda, to'g'risida, ashqo'ning to'g'risida lola bor pastda. O'sha yerda o'ynab maza qilib, keyin bu yoqqa chiqib kelib dam olsa bo'lar ekan. Juda ham ajoyib manzara. Dam olyapmiz. Go'zal manzara mana haqiqiy qishloq uylarining atrofida. Baland joylarda cho'qqisida dam olyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etaveringlar. Sizlar bilan ishonch to'ydir surxonchilari.